pul odamni qiladi qul bir kun. Pul ham odamni qiladi kul. O'shani ustidan kul nimasini ustidan kullasa agar bu haqiqat bo'lsa, haqiqatni ustidan kulgan kibrda o'tirsa nima qiladi bu haqiqatni tushunib yetmasa, ochiq ko'zdan ko'rmasdan bu hayotni qilmagin barbod, chunki oyog'ing ostida turgandir ibodat. O'shaning uchun saodat inson har bitta vijdon, har bitta qalb aldanadi qalb. Bu hayotda kimlardir adashadi bu qalb. Ollohdan berilgan ne'mat qalb orqasidan bo'ladi zavq. Lekin bu hayotimizda bo'ladi to'ji kayf. Lekin bu hayotimizda o'zimiz uchun bo'ladigan g'am andushimiz. Bu kayf haqida kayf beradigan, bolaga eshitiladigan, bu hayotda qanaqadir tushunib yetadigan, bu hayotni o'zi uchun o'qiydigan. Mayli sizlarga ham mayli, omadinglar bersin har birimizga. O'shaning uchun do'stlar, hamma kami ko'zlar, bu hayotlar chiroyli do'st bu degani yoningdagi har bitta gapirgan vijdoni, har bitta qafasing bilan nafasin bilan o'zingni dastoyni tutgani do'st kami ko'z. Bu hayotda kimlargadir gapimiz rost, o'shaning uchun biz aytamiz bu hayotni tinglatib yashatamiz. Bu hayotni qilmagin barbod, bu hayotingda bo'lsin ibodat. Bu odamga saodat, bu mehr bilan aytilayotgan qalb kim taniydi? Qalbi inson taniydi. Inson yaqin inson bo'lish hammaga emas. Bu hayotni tushirish bu repga emas. Bu temalamiz, bu temaldan qachon biz dam olamiz? Bizni dam olgan payt qiladi odamlar hayp. O'shaning uchun mana sizlarga gapimiz kayf sayf. Короче, aytilayotgan gapimizni to'shnisi, mana sizlarga gaplarni mushnisi. Eshitayotgan gapinglar har bitta mana qaranglar, biz she'rimiz bo'rilarga dars berganimizni tan olamiz. Bu hayotimizda botur zver hayoti bilan harakatlar bilan kimlardir o'ylaydi she'r kabi, kimlardir o'ylaydi bo'ri kabi, kimlardir so'ylaydi tulki kabi. Lekin she'r hammani qiladi yer. O'shani san siz bu hayotda o'g'lon bo'l mard o'g'lon bo'l. Bu pul quturtirmaydi o'g'lonni, o'g'lon quturtiradi pulli kuchini. O'shani san qachon tushunib yetasan kuchini? Bu hayot sanga qilmagin barbod, mana sizlar uchun bo'ladi saodat. Bu hayotimizda qimmat gaplar bilan faqat o'zimiz bilan ishlab, chunki bu hayotni ko'ramiz ishlab, har bitta hayotimiz bilan kishnab. Bu sizlar uchun aytiladigan gaplarni har bittasini to'lasini dodasi. Rapda stylda bu freestyle dodasi. Mana sizlarga mana 2025 larni hiti. Bu hayotni kiti kelsa ham foydasi yo'q, o'shani u bilsin.